Tak, azartniklar hormanglar. Biz lichkamizga, ya'ni direktimizga juda ko'pchilik obunachilarimiz Candy Fest'da o'yinini so'rashibdi. Bugun bankimiz 7.300.000. Xparibetda o'ynaymiz, albatta har doimgidek. Mana shu o'yinchani 1-2-3 marta bonuskasini sotib olib ko'ramiz va ayni paytdagi o'yinchani berishini ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Hop, birinchi bonuskamiz ketdi 1.420 mingga. Qani ko'ramiz. O'yinchi bizga qanaqa beradi, nima yutuqlar? Xo'sh. Sweet Bananzani kopiyasi faqat games varianti bu. X'lari, o'ynashlari, spinlari hammasi o'shanga o'xshaydi. Xo'sh. 4 ta spin qoldi, lekin hali tayinli bir yutuq olganimiz yo'q. 10x miz bor. Yaxshi o'yna. Yaxshi, 15x ga 27 ming so'm o'ynadi, 400 ming. Bonuskani 3 dan 1 qismi keldi menimcha. Birinchi bonuska minusavoy, xo'p, ikkinchisini ko'ramiz. Bari bitta zanus qilsak kerak. Ketdik. 12x bor, davay o'yna, to'xtama, biladi. To'xtab qoldi 3000 ga. 12x jalka просто. Xo'sh, uzun tarvuz yo'q, birontasini bermadi. Davay, ber. Skater ber, tarvuz ber. Yo'q, yana to'xtab qoldi. 20x o'tib ketdi jalka. Qani bormi liniya? Yo'q, yana 5x ga 14 ming. Просто to'xtab qoldi bu ham. O'ynamadi yana. Tarvuz o'ynadi. Banan. Yo'q do'stlar, bunisi ham minus. Xo'sh, yana bitta sotib olib ko'ramiz. Ketdik, davay. 25x davay o'yna. Yo'q, bilet. Yomon tez to'xtab qolar ekan bu liniyasi. Tez yopilib qolyapti. 2-3 ta ulanib ketsa yaxshi chiqadi. Tak do'stlar, davom etamiz. Bizga telefon bo'lib qoldi, lekin liniyani qaranglar sizlar. 64x voy jallab. Yomon berib tashladi. 9 million yutuq berdi. Короче, yorvordik bu o'yinchani. Demak, bu o'yinchaga ozgina qizdirish kerak ekan. 9 million yutuq berdi va bank hozir 12 million bo'ldi. Yetadi do'stlar. Bemalol to'xtatsak ham bo'ladi. 14 million stavkaga hozir 9 million yutuq. Bu necha x bo'ladi? 700 xlar borda menimcha. Xullas, yoqqan bo'lsa, like'larni bosib